Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaldin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifle Tarihi namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün yanıla Ma'mun'daki derslere, hayata münasebet dersler. Hem de Ma'mun'u gangaratkan adam dedi. Bu kişi dedi o, beni bir kopilik bir adamın cevabıdek hiç kim beni bir gangırtıp bakmagan hayatımda dedi. Çünkü kopilikle bu adamni vekil qilib evatganda shu ko'piniki ayni vaqtdagi valisini arz qilib xalifning qishiga. Shu vaqtda men dedim javob berdim. Ma'mun datilma gapni. Yolg'on aytding. U odil odam dedim avvalisini. Degandan keyin bu kishi javob berib, "Podshoyim rost aytdi, to'g'ri. Balkim men yolg'onchi. Mushu uzun zamandan beri siz bizge onu vali qilib bekitib beriblar. Ayırmışsınızmış ko'p shahrimiz bilan. Endi onu boshqa bir shaharga bir vali qilib ishiltib baqsizlar. Uning adolat, insof siyosatlaridan boshqalarmi bizga o'xshash bahramand bo'lsin. Undaqda debdi. Degandan keyin men dedim deydi Ma'mun. O Allah'ın hepsi bulmuşsun sana kupe onu boptu meslerden onu elip taşıp ettim başka götkite bulattı elip valilikten düşürüp ettim diye. Demek bu haqiqiy gıngıratkan cevap takılı da bu kişine. Ma'mun'un kim o halifning mı çişiği tegmegan ahvolasi da chiroyli şekilde el qilibdi bu meseleni. Endi Ma'mun'ningki she'rlardan mening tilim sizlarning sirlaringlarni yoshirdi. Mening ko'z yishim deydi. Ammo sirimni oshkorlab qo'ydi. Agar mening mush ko'zimning yishi bo'lmagan bo'lsa, orzu xiyolimni mi yoshirgan bo'lardim. Agar orzu xiyolim bo'lmagan bo'lsa, biroq menga yishim mi bo'lmagan bo'lardi dedi. Bu odamniki mustaqillik g'azal şeklindeki she'rlarniki biri bo'lishi kerak. O adam endi shunaqlarmi shu shahmat haqida mı she'r yozgan. Bu shahmatni sifatlab bundoq deydi. Bir qizil 4 chasa bir terda yasalgan bir kichikgina bir yer deydi, joy deydi. İki ma'ruf tanishadigan ikki do'stning orasida mardlarcha yuridi. Urush muzokara qilishidi bular deydi. Hatta bu urush için heyli mikirlerini tüzüşüdü dedi. Bırak onu da kan töküp günahkar bulmaydıgan bir oyun bu. Bu manıga hücum kılıdı, abi manıga hücum kılıdı. Bırak irade keskinlik közü uflamagan, hemmimiz uyga kılık, işkili dost uyga kalıp durdu dedi de. Demek bu şahmatlık oyunu da bir padişah bilen yani bir padişah düşman arası bulduğun bir uruş emde bir oyun emde şundaqda bunu yani bu yerdeki oyundaki tafsilatını oxşutyapti bu adam. Qarab baq ey adam dedi. Bu yerdeki akıl zireklik qarab baq. Bu akıl zireklik dedi. İki asker arasında naitmu bilgen halette dedi. Fahmi idrak bilen cevlan kılıvatıdı ki bu yerde birak daqı dummak bayraksız boluduğu uruş diye. Aynı zamanlarda uruşlar Nağır Sunaylar bilen onun kendi şu bayrakның tikilini söyleyen iki tarafta bayrak oludu, Nağır Sunaylar oludu, uruşun başlanganlığını belgileydigan. Şu Nağır Sunaylar qarta plan icra kılındı tüzülgen xuddi planlar. Bizim şu oşk mukamlarımızın içindeki ma'lum bir müzikimi şu aynı vaqtida Sultan Said Khan davrida, yani Saidiyet devleti davrida jangda urushlarda chilingan Nağır Sunay ahangida xalqninki şu mujohidlarning askarlarniki bir xil hamasni, qizg'inligini, hayajonini qo'zg'aydigan shakldagi muzikalardan hozir qadar davom etayotgan. Qaysiligi esimde yo'q ekan ammo. İmam Suvliyning Muhammad ibn Amr'dan bayon qilinishicha, Asram ibn Humayd Ma'munning huzuriga kirgan vaqtida Ma'munning qishida Mu'tasim bor ekan. Mu'tasim inis bo'ldi hamda. Bu kishi debdi, "Ey Asram, meni va akamni bir sifatlab baqqan she'r orqali.
birimizden ortiq sifatlama o'xshash shaklda deganki biroz turib tuvandek she'rni deklamasiya qilgan. Bu she'rning mazmuni tuvandikcha. Bir kemini ko'rdim deydi. Bir dengizda ming'ayotidu ikki dengizga. O ikki dengizdan boshqa nurg'un dengizlar bor deydi. Demak, ikkilanni dengizga o'xshatyapti-da bu yerda. İki Pərishdiki bu ikkilanning nuri o'xshash. Ulardan boshqalarning ko'rgan ko'zi bu yerda lal bo'lib ketib bu ikkilanni ko'rib dedi. Bu yer ikkili Pərishda emas podshoh. Bu ikkili podshoh dedi. Bu bunun o'xshaydi, bu bunun o'xshaydi, avi amirdir. Agar bu mandaq bo'lsa, avi mandaq bo'ladi. Shuning uchun men Ma'nın ma bo'lsimi, a bo'lsimi men xushal bo'ladim dedi. Şan sharaf ravaqi dedi. Ma'ningimi, anigimi keng yilgan. Bunun yüzü nurluq Bedir tilal oydek dedi. Demak, bu yerda Mu'tasimnimi, Ma'munnimi yaxshi shaklda sifatlab bularni nihoyatda yiqimli holatda sifatlagan bu she'rda. Mu'tasim hamda keyingi mezgildagi Abbasilarniki xalifasi. Ma'mun o'lgandiki shu bo'ladi-ku keyin hamda. Keyingi davrga qadar ta Abbasilarniki bolalari bu Mu'tasimning bolalaridan taqalgan. Hamda xalifa Ma'munning o'zining rivoyat qilgan sanatlik hadislarni bayon qilgan vaqtimizda Imom Bayhaqiy rahmatullohi alayhi mundaq deydi. İmam Abu Abdullah Hakimning mundaq deganligini angladim. Abu Ahmadning mundaq deganligini angladim. Ve hadisimde senetlik rivayet qilish bugungi davrda nihoyat kam topiladigan bir holatlar. Moritaniya tarafdagi ulamalarda bo'ladi bunda avval. Masalan, Muhammad Hasan Dudvi senetlik hadis rivayet qila oladi hozir qadar ulamalar ichida. Endi bu Abu Ahmad Sayrafi deydi, men Ja'far ibn Abi Osman at-Tayalisining mundaq deganligini angladim dedi. Ma'munning oqisida Arfat kuni Rasape shahrida asr namoz o'qigan edim dedi. Ma'mun shu vaqtda kichik bir uyning ichida edi. Salom berib namozda kishilar takbir aytishdi dedi. Arfat kuni o'qigandan keyin Allohu akbar degan takbirda. Men Ma'munni ko'rdim dedi. Shu vaqtda vodakning ichida mundaq dedi. Yo'q, bunda g'avg'o qilishmanglar. Әтсі Әбіл Қасым, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'nınki sünneti var dedi. Kurban hit günü boğanda, namazdan vakti kelgende munberge çıkıp Allah'a hamdü sana etip mundaq dedi. Allahu Ekber kebira, velhamdülillahi kesira, ve subhanallahi bukrata ve asila dep bulup, bizge Uşeym ibn Beşir hadis özep berdi. Bu kişiye İbn Şubrime haber berdi. Bu Şubrime Şa'b'den, bu kişi Bara ibn Azib'den, bu kişi Ebi Burda ibn Niyar'den hadis rivayet kılıp, maşkelen sahabe ahirdekiler. Peygamber aleyhissalatu vesselam mundaq degan edi. Kurban et namazda o'qishdan burun qurbanlik qilib, bo'g'izliga adam bo'lsa, buning go'shi qurbanlik emas, burun so'yib olgan go'shtdir. Ammo qurban et namazda o'qigandan keyin ularni bo'g'izlagan bo'lsa, bu haqiqiy sunnatga erishdi deb bo'lib, Allohu akbar kabira velhamdulillahi kesira ve subhanallahi bukrata ve asila. Ey Allah, meni islah qilgin. Bana islah qildirib bergin dedi xalqimni. Mening qo'limda islah qilgin ularni deb duoni qilgan. Demak, bug'ni bu yerda mushu hadisni hamda mush adam o'zi sanatlik holatda rivoyat qilib chiqqan demoqchi. Endi Imom Hakim deydi, Hakim katta muhaddislardan aynı vaqtida. Mana biz bu hadisni faqat Abi Ahmad'dan yozgandik, Sayrafi degan kishidan. U kishi bo'lsa nayt omonatdor, ishonchlik adam bizning nazarimizda. Biroq qalbimizda azroq bir ishbati deydi, bir shak shubi gumon demoqchida. Hatta Ebul Hasan Darqutni bilan bu haqda paranglashdim. O adam dedi ki bu rivayet
Cafer'den bizim nezdimizde mu sahih rivayettir dedi. Ben dedim Şeyhimiz Ebi Ahmet'nin bu rivayetiga to'liqlaydigan başka bir ergeçme rivayet mi var mı desem deb bulup mundaq dedi. Bana vezir Ebulfez Cafer ibn Furrat dedi so'zlab berdi. Bu kişiye Ebul Hüseyin Muhammed ibn Abdurrahman Rozbari dedi so'zlab berdi. Bu kişiye Muhammed ibn Abdülmelik tarihi dedi so'zlab berdi. Darqutni mundaq dedi. Ularning ichida hemmeyle işencilik amanetlerdir dep bulap bizge Cafer ibn Tayalisi bu kişiye Yahya ibn Ma'in hadis so'zlab berib Yahya ibn Ma'in Ma'munning mundaq deganligini anglagan edi degan. Demak başdagi xutbani hadisni bayon qilgan dedi. Demak Ma'munning rivoyat qilgan bu hadisi sahih rivoyat degan tushunchani bermoqchi Darqutni rahmatullohi alayh. İmam Suli yani mundaq dedi. Bizge Caferut Tayalisi hadis so'zlab bergan. Bu kişiye Yahya ibn Ma'in, İmam Buxariyning ustozi ham Yahya ibn Ma'in. Bu kişi deydi Yahya ibn Ma'in. Bizge Ma'mun Bag'dodda bir Arfat kuniga munosib mos kelgan, Arfat kunidan juma kuni o'xshash kelgan bir kunda xutba so'zlagan deydi. Salom berib bo'lib kishilar takbir aytgandan keyin bu takbirni inkor qilgan edi deydi. Anda seklab qopib o'zi turayotgan kichik bir vadek uy var. Bunun yağıçını tutup durup mundaq degan. Ey gavgachilar, bu tekbir o'zi munosib kunda aytilmidi deb bo'lib bizga o'sha Mujadildin, Sha'bidin, Ibn Abbas'in hadis rivoyat qilib berganki, Payg'ambar alayhisolatu vassalam talbi itatni davomli deydi. Hatta Jamratul Aqba, ya'ni çoğun şeytanın teşine atqanğa kadar tekbir degan etsi talbiya tugaydigan vaqtida peşinde buludu. İnşallah deb shundaq degan edi dedi. Endi İmam Su'li rahmetullahi alayhning deyishicha bizga Abul Qasim al-Baghavi hadis so'zlab bergan edi. Bu kishiga Ahmad ibn İbrahim al-Mavsili hadis so'zlab berib biz Ma'munning qishida edik bir kun dedi. Bir adam o'rnidan turib dediki, xalifa podshohim Payg'ambar alayhisolatu vasallam mundaq degan edi. Xalq Allohning bandalaridir. Allohning bandalari ichida Alloh eng yaxshi ko'radigan odam o'z oil tavobotiga manfaat yetkazgan kishidir degan edi. Ma'mun vaqirab mundaq dedi. Og'zingni yum. Men hadisni sendan yaxshi bilaman. Bana Yusuf ibn Atiyyat Saffar sabittin. Bu kişi Enes ibn Malik'tin hadis so'zlab bergan edi. Haqiqatan Payg'ambar alayhisolatu vasallam mundaq degan. Xalq Allohning oil tavobotidir. Ya'ni bu yerda ibadullah degan kalimani boshda adam ibadullah deb rivoyat qilgan. Lekin bu hadis ibadullah emas, iyalullah men shaklida rivoyat qilingan ekanda. Allohning bandalari ichida Allah'a en sevimli kişi özünün ailesiga en menfaat yetkazgan kishidir deb ma şekilde rivayet qilgan. Buni bu şekilde İbn Asakir rivayet qilgan ve bunu Ebu Ya'la Mevseli o'zining Musnad nomli kitobida bayon qilib chiqqan. Uningdan boshqa bu hadisni Yusuf ibn Atiyya yo'li orqali nurg'un bir necha şekilde rivayet qilingan deb buni bayon qilib o'tyapti. Yana İmam Sövli'nin deyişçe bizge Musabbih ibn Hatim el-Ukli hadis so'zlab bergan. Bu kişiga Abdülcebbar ibn Abdullah hadis so'zlab bergan. Bu kişi deydi, Ma'munning xutbida mundaq deganligini anglagan edim. Xutbida hayoning sifatlarini bayon qilib o'tib, hayoni maqtab kelib mundaq dedi. Bizga Hushay Mansurdin, Hasandin, Abi Bekredin ve İmran ibn Husayn'din va ikki odam rivoyat qilib bu ishkaylar mundaq degan. Payg'ambar alayhisolatu vassalam shundaq deydi: "Haya imonning jumlasidan. Undaqda iymon jannatda." Og'zi bezeplik yoki bo'lmasa bazaning yana bir lug'ati bu boshqalarni masxara qiladigan, zalom qiladigan holatlar demakchi. Ya'ni ijtimoiy turmushda odam yoqtirilmaydigan shakldagi muomala. Bu qo'pollikning jumlasidandir. Jafo degan mijozga oid ig'ir, qo'pol, rahimsiz ma'noni bildirgan. Rahimsizlik qo'pollik davzaqdir degan.
Buni İbn Asakir Yahya ibn Aksamning rivoyati orqali Ma'mundan bayon qilib o'tgan dedi. Demak, bu yerda Ma'munniki xalifalar ichida xili hadislarni bundoq rivoyatlik sanatlik holatda bildiganligi chiqib turyapti. Afsus, shundoq bo'lishiga qaramay, Qur'onni maxluq degan fitnaga elib kirgan avvali to'limi odamni afsuslantirdi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain.